Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Toshkent viloyati Bekobod tumani Saryuz MFida 8582 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10,5 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar hosil solish holatida. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 32 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 29 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Dondul Gold xususiy korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 189 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshib boriladi.